rostini aytsammikan? Shartmi? Menga ishonmasa kerak. Bilaman, ishonish qiyin. Lekin men uzoq kelajakdan kelganman. Tushunarli. Nima? Ishondimi? Bugun seni o'ldirmaganim bo'lsin. Siz menga ishondingizmi? Aqldan ozgan bo'lsang ham, lekin qobiliyating hayotingni saqlab qoldi. Aqldan ozgan deb o'yladi shekilli. Ha, o'zim ham ishonmagan bo'lardim. Bilaman, ishonish qiyin, lekin men Koreyaning umuman boshqa davridanman. Qirolni oldida ovozingni ko'tarishni bas qil. Xo'p. Men telba emasman. Bu haqiqat bo'lsa nima qilay? Orqaga indamay qaytib o'tirib ol. Nima deb o'ylasang o'yla. Meni qo'yib yubor bo'ldi. Bu mukammal deb o'zing aytding-ku. Meni qo'yib yuborasiz-a? Meni qo'yib yuborishadimi, yo'qmi? Ay, tomim ketib qoladi hozir. Bosh kotib, hazrat oliylari. Qo'yib yuborasan-a? Iltimos, 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 iltimos. Bu oshpazni qamab qo'ying va ertaga u men bilan qasrga ketadi. Xo'p bo'ladi, zot oliylari. Qanday omadsizlik. Qo'yib yubormas ekanda demak. Lekin gubernatorning nabirasini nima qilishimiz kerak? Aytgancha, uni ham o'zim bilan olib ketaman. Hamma narsani tayyorlab qo'yinglar. Xo'p bo'ladi, zot oliylari. Buyrug'ingiz bajariladi. Ana bu qizni olib ketishadimi? O'g'ridan farqi yo'q ekan bularni. Qo'mondon Gyondalning nabirasimi u? Mabodo aynan shundan keyin Gapshindagi siyosiy jang boshlanmaganmidi? Bo'ldi, hammangiz ketishingiz mumkin. Juda ham charchadim. Xo'p bo'ladi, zot oliylari. Qani ortimdan yur. Qani? Qadimdan bir gap bor. Nimani eksang shuni o'rasan degan. O'zini bunday tutishiga qarab, siyosiy jang muqarrarligi ko'rinib turibdi. Voy sen. Ortimdan yur. Nega hamon bu yerda o'tiribsiz? Sobiq qirol oldida uyalmayapsizmi? Shamshiringni ol. Yurtni boshqargandan ko'ra ayollar bag'rida yotishni ma'qul ko'rib, o'z xalqingiz so'zlariga quloq tutishdan bosh tortib, yurtingizni azoblashni davom ettiryapsiz. Nahotki aynan shular hurmat qilishmayotganini sababi ekanligini tushunmayotgan bo'lsangiz, qani yana qaytarchi? Zot oliylari, iltimos yaxshilab o'ylab, keyin qaror qabul qiling. Sizni qudratingizdan foydalanib, qabih ishga qo'l urgan xodimlaringizni qatl qiling. Aynan shunda yurtimiz oyoqqa turadi. Gaplaringni qaytar, zot oliylari. Zot oliylari. Nabirang hayoti qil uchida turibdi. Shu damda siyosatdan gap boshladingmi? Qanday ahvolda ekanligimni bilasanmi o'zi? Meni hayotimni oling, zot oliylari.